Assalomu alaykum hammaga. Bizning bozordan bugungi video uzr so'rayman, sal qisqa bo'ldi, kamroq video bo'ldi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra. Xo'sh, Qarashaqzo'da xo'rozimiz 400 ming so'm deyaptilar. 2 haftadan beri ko'p chiqibdi xo'rozdan. Bugun tovar kam, bozorga kam mahsulot chiqqan. Parandalar, quyunlar kamroq o'tgan haftaga nisbatan. Xo'sh, kurkalarimiz 350 ming so'm. Modalarni kelishtirib 350 dan qilib beraman deyaptilar. Jo'ja. Mana narx kurkamiz qolgan bir dona. Buni 500 ming deyaptilar, 400 minglarga beradilar menimcha. Bozorga narx-navolar shunaqa. Tuxum qo'yishga endi ekan, tayyor deyaptilar, tuxumga kirmagan ekan. Xo'rozchamiz birisi 50 ming so'm deyaptilar. Birisi 20 ga savdo qilib ketdilar, bermadilar lekin. Birisi 50 ming so'm oxiri deb o'tiribdilar xo'rozchani. Xonak xo'rozcha. Mana bu oq xo'rozchaning narxi 100 ming so'm ekan. Nima so'yib yeyishga zo'r oq xo'rozcha. 2,5 kilo, 3 kilolar go'shti bor. O'rdaklarning narxi 70 ming so'mdan. Xohlaganingizda ayirib olasiz. 70 ming so'mdan ekan o'rdaklarning narxi. 70 mingdan o'tkalar. Bozorga narx-navo pasti bir xil. Ko'p ham o'zgaraykoni yo'q. Mana bu xo'roz tovuqchalar 200 ming so'mdan. Parpoy tovuqlar katta-katta 200 ming so'mdan tanlab olaverasiz.